Donald Trump Xitoy haqida Dünya Savdo Tashkilotini aybladi. 7 aprel Türkiye Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, Donald Trump Twitter hisobotida bayonot e'lon qilib, Dünya Savdo Tashkilotining Amerikaga nisbatan adil muomala qilmaganligini, Xitoy cho'ng bir iqtisodiy kuch, shundoq turug'liq Dünya Savdo Tashkiloti uni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatorida qabul qilganligini, bu sababdan Xitoy Amerikaga qarshi ajoyib cho'ng afzalliklarga ega bo'lib olganligini, biror kishi buni adil deb qaraya olmaydiganligini, Dünya Savdo Tashkiloti Amerikaga adil muomala qilmaganligini bildirdi. Xabarda Xitoy payshanba kuni Amerikaning Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha tamojna beji qo'yganligi sababidan Dünya Savdo Tashkilotiga ariz sunganligi. Ariz sungandan keyin Amerika hukumati darhol qo'shimcha tamojna beji qo'yilgan Xitoy mahsulotlari tizimligiga yangi mahsulotlarni qo'shish tadbirlarini elishga boshlaganligi, shunday qilib Donald Trump Amerika savdo vakillaridan Xitoyga 100 milliard dollarlik qo'shimcha boj qo'yishni talab qilganligi bildirildi. Xitoy savdo ishlari ministrligi bularga inkos qaytirib, Trumpning tashlagan qadamlariga davlat manfaatini qo'g'dash uchun mayli qanday badal to'lashdan qat'iy nazar urush qilishdan voz kechmaydiganligini e'lon qildi. Iqtisodshunoslar ikki tarafni murassa qilishning o'rniga qo'shimcha boj planlarini oshirishni davomlashtirib bo'lsa, har ikki davlat xalqi va dunyo iqtisodiga nisbatan bo'ladigan cho'ng ziyonlarga yo'l ochadiganligi haqida ogohlantirishlarda bo'ldi. Sharq Turkistonda Xitoyga qarshi qo'zg'olon yuz berdi. 5 aprel Qozog'istonning Kazak City AH televiziya kanalida bergan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonda Xitoyga qarshi qurolli qo'zg'olon yuz berib, 35 odam hayotidan ayrilgan. Televiziya xabarda ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarni naql qilib, Qozog'iston tarafdan Altay orqali Sharq Turkistonga kirganligi o'tirg'i chiqqan bir to'p qurol va pichoqlar bilan qurollangan xalq Sharq Turkistondagi Xitoy kommunist organlariga va binolarga hujum qilgan va o't qo'ygan. O'lganlarning ichida 9 kishining Xitoy bexatarlik soqchilari ekanligi oshkorlangan. Televiziya xabarida yana Xitoy Xinhua agentligi bergan xabarni naql qilib, to'qinishda hayotidan ayrilganlar ichidagi 16 kishining Uyg'ur ekanligi, biroq voqeaga aloqador tafsilotlarni oshkor qilmaganligi. Mushuningga o'xshash Xitoy bilan Uyg'urlar orasidagi to'qinish voqeasi 2009-yili Sharq Turkistonning Urumchida yuz berganligi, mazkur voqeada 200 ta kishining hayotidan ayrilganligi haqida uchur berildi. Sharq Turkistonning Altayda Xitoyga qarshi namoyish bo'ldi. 6 aprel China Aid xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistonning Altayda qozoq xalqi Xitoyning zulmiga qarshi namoyish o'tkazgan. Xabarda uzoqdan beri Uyg'urlarga har xil inson tasavvuridan halqagan bostirish siyosatlarini elib borgan Xitoy, yaqindan beri irqiy ayrimchilik siyosatini qozoq xalqiga mo elib berishga boshlaganligi, Xitoyning bostirish siyosati oldida g'azablangan Altay viloyati Ko'kto'qay noyisi Chingil yesidagi qozoq xalqi ko'chalarga chiqib, zulmga qarshi namoyish qilganligi. Biroq namoyishning Xitoy tarafidan qanday usulda bostirilganligi haqidagi ma'lumotlarning tafsiloti Xitoyning axborotni qattiq kontrol qilish sababidan oshkorlanmagan. Kastamonuda Türk Dünyası Kültür ve Medeniyet Merkezi faoliyati boshlandi. 6 aprel Türk Dünyası'nın milli medeniyetini tanıtış faaliyeti Türkiye'nin Kastamonu şehrinde boshlandi. Faaliyetga Kastamonu Üniversitesi o'qiyotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'quvchilar qatnashdi. Faaliyet 2 kun davom qilgan bo'lib, birinchi kuni ochilish marosimi va Türk milliy madaniyatini qisqacha tunishtirish qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. Faaliyetga Kastamonu nahiya boshlig'i Tahsin Babash va Kastamonu Üniversitesi mudiri doktor Sayyid Aydin qatorliqlar ishtirok qildi. Bugungi faoliyatda Uyg'ur o'quvchilar bir chidir tikib, Uyg'ur madaniyati va Xitoyning hozir Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va bostirishlarni qisqacha tunishtirdi. Faoliyat 6 va 7 aprel 2 kun davomlashgan bo'lib, faoliyatga Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning o'g'li Bilal Erdo'g'an qatorliq mashhur shaxslar qatnashdi. Binali Yildirim Orxun yodikorliklarini ziyorat qildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministeri Binali Yildirim Mong'oliyadagi uchrashuvlar doirasida Orxun yodikorliklarini ziyorat qildi. Türkiye Ovoz Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Binali Yildirim Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish idorasi TK tarafidan yasatilgan Bilgaxon muzeyxonaga yetib bordi. Muzey xodimlari uni an'anaviy kiyimlari bilan qarshi oldi. Binali Yildirimga Mo'ng'ullarning an'ana urf odatlari bo'yicha mehmonga ko'rsatilgan eng cho'ng hurmatning namoyandasi hisoblanadigan
kumush qachida quritilgan irimchik taqdim qilindi. Köktürkler tarafından yasalgan tarihi mazarlarını ko'zdan kechirgan Binali Yildirim, Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish idorasi TİKA'nın qılıbatgan xizmatlari haqida mas'ullardan ma'lumot oldi. Binali Yildirim muzeyning xotira dafteriga munularni yozdi. Bugun Köktürk davlatining xaqoni Bilge Xaqon va Kulteginning minglagan yil uzoqdan bizga ilm hikmatlar bilan to'lgan so'zlarini qoldirgan mangu tashlarini ziyorat qilishdan intayin shodlik his qilyapman. Türk-Mongol tarixining o'rtaq boyligi hisoblanadigan bu yodikorliklarning qo'g'dilishi va kelgusi avlodlarga yetkazilishi ham tariximizga va ajdodlarimizga bo'lgan hurmatimizning taqozzosidir. Mana bu ong bilan Turkiya Hamkorlik va Moslashtirish idorasi TİKA orqali bu yodikorliklarni va tarixiy meroslarni qo'g'dash uchun xizmat qilayotgan, emgak singdirayotgan mutaxassislarga hamda aloqador mas'ullarga rahmat aytamiz. Ajdodlarimizning shundaqla Türk va Mongollarning ulug' tarixi oldida hurmat bilan egilimiz. Binali Yildirim Orxun yodikorliklari ziyoratidan keyin poytaxt Ulan-Batorga 70 kilometr uzoqlikdagi Tonyoquq mangu tashlarini ko'zdan kechirdi. Binali Yildirim katta davlat arbobi va qo'mondan Tonyoquq tikkan hamda tarixda Türk degan so'z tunji qitim o'rin olgan mangu tashi haqida aloqador mas'ullardan ma'lumot oldi. Ondan Mongoliyaning eng mashhur joylaridan birisi bo'lgan Chingiz Xonning haykalini ekskursiya qildi. Binali Yildirimga taxminan 40 metr egizlikdagi oltin qamcha debmi atiladigan Chingiz Xonning haykalining yasilishiga taxminan 250 tonna eg'irlikdagi dod bosmaydigan po'lat ishlatilganligi haqida ma'lumot berildi.